Assalomu alaykum aziz TikTok va Instagram kuzatuvchilari. Mana xudo xohlasa yana abitga kirdik. O'rtoqlarimiz bilan, kursdoshlarimiz bilan ukalar bor bu yerda mana. Hammaga agar abit qilayotgan bo'lsa, kim bo'lsa ham yoqimli ishlar xatlab qolamiz. Nasl yangi ijro qilyapmiz, qo'shiqlarimiz yangi premyera, ikkita chiqyapti birdan. Yaxshi odamlar deb nomladim bitta qo'shig'imning nomini, bittasini Xudo borku seni eshitar deb nomlaganman. Endi o'sha qo'shiqni ijro qilib beramiz. Bir parcha endi o'sha Xudo borku seni eshitar deb nomlangan. O'zimda administratorim Sardor Abdurashidov so'zi bilan musiqasi o'zimniki. Endi birozda birga qilamiz mana. Taomni ham ko'rsatib qo'ying, ochdi. Ko'rindimi? Ko'rindi. Bir kun kelib egilsa boshing, boqolmasang hayotga kulib, tutolmasdan alam ko'z yoshing, yig'larmisan Xudoga nolib, sinovlarga to'la bu hayot, kutilmagan zarbalar berar, bandasidan so'rama najot, Xudo borku seni eshitar, ne qilsang ham chekinma aslo, Xudo har xil sinovlar berar, to'siqlarga qilmagin parvo, sabr qilsang barchasi o'tar, Xudo borku seni eshitar, Xudo borku seni eshitar, bandasidan so'rama najot, Xudo borku seni eshitar. Premyeramiz bu. Premyeramiz qo'yamiz nasl tayyor bo'lsa bu Instagramimizga sahifamga qo'yib boraman bu videoni ham. Tayyor bo'lsa qo'shig'im ham. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.